Bardavomlikda asosiysi qaysarlikda, gapidan qaytmaslik, qat'iyatli bo'lish kerak. O'zimda savol paydo bo'lgan, mana shunaqa bosim bilan men ham dars qila olamanmi, shunaqa kitoblarni o'qiy olamanmi deb. Agar ularning ilmda va hayotdagi qiyinchiliklarda qo'llab-quvvatlovi bo'lmaganida, men loyihani oxirigacha yetib kela olmagan bo'lardim. Chiqib ketish fikri ko'p bo'lgan, ayniqsa birinchi oyda. Ammo ustozimizning nasihatlari va davom ettirishga bo'lgan undashlari bu fikrimdan qaytarib turardi. Kichik fursatlardan foydalangan kishiga albatta katta fursat berar ekan. Agarda bandaga taqdirini qayta yozish imkoniyati berilganida edi, undagi hikmatlarni ko'rib, Robbisi yozgan taqdirni qaytadan tanlagan bo'lar edi, deb aytgandilar. Dunyoda omad yo'q. Qoida bo'yicha kim qanaqa maqomga chiqqan bo'lsa, undan ortiq ish qilmagan. Domla, men sizni bilaman. Sizda boshqalarga o'xshab zehn zakiy yokida kuchli xotira yo'q, lekin bardavomlik bor, sobitlik bor deganlarga, vaholanki menda sobitlikning harfi ham yo'q. Ustozni mana shu gaplari menga kursni oxirigacha kifoya qildi. Ya'ni hayotida bir o'rni bor, hayotni yaxshi tushunadigan, aqlli, foydali insonlar bilan yaqinlashish katta foyda beradi o'ziga. Uni ham, buni ham qila olmasa, eng yaqin do'sti shu kitob bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar, aziz talabalar va tomoshabinlar. Bugun siz bilan 100 arabiy kitob loyihasining 3-mavsumi yakuniga bag'ishlangan suhbatimizda yig'ilib turibmiz. Ushbu loyihada talabalarimiz nafaqat 100 ta arabiy kitobni mutolaa qilishdi, balki arab tili ko'nikmalarini o'zlarida rivojlantirishdi va bu yo'ldagi intizom, bardavomlik kabi muhim xislatlarni o'zlarida mujassam etishdi. Bugun siz bilan loyiha asoschisi ustozimiz Asroriddin Jalilovdan kursning asosiy maqsadlari va xulosalari, qolaversa bitiruvchi talabalarimizdan ushbu mashaqqatli ilm safarida erishgan yutuqlarini eshitamiz. Demak, ushbu samimiy suhbatimizni ustozimiz bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Assalom, rahmat. Ustoz, ushbu loyihani tashkillashtirishga asosiy sabab, turtki nima bo'lgan boshida? Avvalambor bu kursni o'zim yoshligimda bir qiziqqanman, talabalik paytimda. Keyin gruppa bilan qilib ko'rishga bir taklif o'laroq bir talabalarga qo'yganimda, ulardan qani bir qilib ko'raylikchi dedi. Yakka tartibda qilingan, lekin gruppa o'laroq birinchi bor talabalarda o'zining taklifi, o'zlari bilan maslahat qilgan holatda qilingan. Yana bir turtki bo'ladigan narsa, shu bahona o'zim ham yangi kitoblarda o'qib olaman. O'qiganda yaxshi tushunmagan joylaringizni o'qitganda yanada yaxshi tushunib olasiz. Ya'ni foyda olish, foyda berish maqsadi bo'lgan. Sizningcha ushbu kursni bitirgan talaba boshqa arab tili kurslarida o'qiyotgan talabadan nimasi bilan bir ajralib turadi? Bu kursni yaxshi o'qib bitirgan talabalarda o'ziga ishonchi o'ta kuchli bo'ladi. Chunki kurs davomida kamida 60 xil muallifni kitoblarini o'qiydi, bir qancha mavzularda o'qiydi, qiyin, oson iboralar keladi, ularni sheriklariga tarjima qilib o'qib bergandan keyin kursni bitirganlarda juda ko'pida o'ziga bo'lgan ishonchi oshib ketadi. Bu loyihani kelgusi mavsumlarda ishtirok etishni xohlaydigan talabalar bor. O'sha talabalarga siz nima maslahatlar bergan bo'lardingiz, ya'ni kursga qo'shilishdan oldin? Uzoq muddatli kurs bo'lganligi uchun oldindan ruhan tayyorgarlik ko'rgan yaxshi deb o'ylayman. Kurs davomida qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha qiyinchiliklarga oldindan tayyorgarlik ko'rib olishsa, o'sha kunlar kelgan paytida o'zlarini yo'qotib qo'yishmaydi yoki fikrdan qaytib qolmaydi. O'sha boshida aytilgan qaror oxirigacha yetish kerak degan narsani iloji bo'lsa daftarga yozib olishsa, keyin o'sha kun kelgan paytda daftardagi o'zini birinchi qarorini eslatib turadigan bir narsa bo'ladi. O'qib, men olib ketishim kerak deydi. Chunki insonni hayoti o'zi har qanday vaziyatda uzoq muddatli rejalarda to'lqin kelib qoladi. Shu to'lqindan omon o'tadi deb o'ylayman. Ruhan tayyorgarlik ko'rishsa. Ilmda bardavom bo'lishni xohlaydigan talabalarda qanday muhim xislatlar bo'lishi kerak, ustoz? Bardavomlikda
asosiysi qaysarlikda, gapidan qaytmaslik, qat'iyatli bo'lish kerak. Chunki har qanday odam bir kattaroq reja qiladigan bo'lsa, yarim yo'lda o'zida bir fikridan qaytish, rejasidan qaytish degan tuyg'u keladi. Hamma sohada. Kitob sohasida ham, o'qish sohasida ham shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni qat'iyatlik kerak bo'ladi har qanday odam. Bir ishni oxirigacha yetkazishda to'g'ri bu katta omil hisoblanadi. Lekin musulmon insonlarda baribir birinchi o'rinda tavfiqni Alloh taolodan deb bilish kerak. Keyin doimo so'rab yurish kerak Alloh taolodan. Qo'shimcha o'shuni o'zida material sifatida qat'iyatlik kerak bo'ladi. Ustoz, ushbu loyihada 100 ta kitob tanlab o'qitildi yoki o'qildi. Lekin mana shu kitoblar qanday mezonlar asosida tanlandi? Kitoblar ichida. Sahifalarni soni, lug'atlarni yengil lug'at ishlatilganligi, mavzularni fan mutaxassislariga tegishli bo'lgan mavzularni iloji boricha undan chetlatildi. Qaysidir fanga tegishli bo'lsa ham o'sha fanda mutaxassislarga mo'ljallangan kitob bo'ladi. Marketing sifatida boshqalarga bir tanishtiruv, mutaxassis bo'lmaganlarga ham tanishtiruv ma'nosida kitoblar yoziladi har sohada. O'shanisiga e'tibor berildi. Chuqur kirib ketilgan mavzular olinmadi. Haligi atamalarga ko'proq muhtoj bo'linadigan kitob mavzular. Muallifni o'zini bu bosqichimizga yarasha fikr berishiga ham e'tibor qaratildi. Ya'ni ba'zi mualliflar chuqur falsafaga kirib ketib qoladi yoki chuqur adabiyotga kirib ketib qoladi. Ulardan uzoqlashildi. Asosiysi shu. Loyihada qatnashishdan asosiy maqsadingiz nima edi va u hosil bo'ldimi? Birinchi mavsum talabalarini intervyusini ko'rganimdan keyin ularga juda havas qilganman va o'zimda savol paydo bo'lgan. Mana shunaqa bosim bilan men ham dars qila olamanmi, shunaqa kitoblarni o'qiy olamanmi deb. Va albatta o'sha paytda yoki ikkinchi mavsum boshlanganda ham darajam hali unaqa kitoblar o'qish darajasiga yetmagan edi va alhamdulillah 3-mavsumda qatnashish nasib qildi. Asosiy maqsadim yangi ilmlar hosil qilish bo'lgan va undan tashqari arab tilida kitoblarni o'qiy olish odatini shakllantirish va arab tilidagi kitoblar bilan tanishish bo'lgan. Alhamdulillah Allohning tavfiqi bilan maqsadimga erishdim. Avvalo bu kursga qatnashishdan meni asosiy maqsadim arab tilidagi saviyamni oshirish va arabcha kitoblarni o'qiganda, mutolaa qilish jarayonida arabcha jumlalarni tiniq va ravon o'qish va tarjimasiz to'g'ridan to'g'ri tushuna olish ko'nikmasini hosil qilish va shuni egallash bo'lgan. Va harakatimga yarasha natija bo'ldi deb o'ylayman. 100 kitob loyihasiga qatnashishimdan maqsad arab tilidagi kitoblarni o'qish uchun malaka hosil qilish bo'lgan. Oldinlari o'zimda mutolaa malakasi deyarli bo'lmagan. Arab tilida faqat sodda, unchalik murakkab bo'lmagan gaplarni tushuna olardim. Biror matnni yoki ma'lumotni kimdir menga tarjima qilib, tushuntirib bermaguncha o'zim tushunganimga to'liq ishona olmasdim. O'zi bu loyihaga qiziqishim birinchi mavsum talabalari loyihani tugatganda bergan intervyularni ko'rganimdan keyin boshlangan. Lekin u payt ikkinchi mavsum talabalarini orasiga qo'shila olmaganman va keyin o'tgan yili 3-mavsum talabalari safiga qo'shilganman. Loyihadan ko'zlangan maqsadim hosil bo'ldi deya olaman. To'g'ri, bu jarayon men o'ylagandan ko'ra ancha qiyin kechdi, lekin natija ham kutilgandan ko'ra yaxshiroq bo'ldi. Loyihaga bundan oldingi mavsum bitiruvchilariga qattiq havas qilib, ular kabi arab tilidagi kitoblarni erkin, mustaqil o'qish, tushuna olish ko'nikmasini shakllantirish uchun qo'shilganman. Umuman olganda, loyihadan keyin har qanday arab tilidagi kitobni o'qiy olaman, arab kutubxonasiga bir ruxsatnomam bo'ladi degan maqsad bo'lgan. Bu kursda ishtirok etishimdan maqsadim arabiy mutolaa mahoratini oshirish, arab yozuvchilari va adabiyoti bilan tanishish, arab dunyosiga yanayam chuqurroq kirish edi. Loyiha davomida nafaqat men kutganlarim, balki da ustozimiz undan ham ko'plarini taqdim qildilar. Ular bilan birga katta maqsadlardan qo'rqmaslikni va o'sha maqsadlar sari qat'iyatli bo'lishni va bardavomlikni ham o'rgandim. Ilmda bardavom bo'lish uchun inson o'zida shakllantirish kerak bo'lgan 3 xislatni sanab bera olasizmi? Ilm yo'lida har bir shaxs ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim odatlardan birinchisi niyatni doimiy yangilab turish, ikkinchisi intizom, uchinchisi boshlagan ishini chala qoldirmasdan oxiriga yetkazish. Ilmda bardavom bo'lish uchun kerak bo'ladigan eng muhim 3 ta xislat. Birinchisi, ilmni fazilati haqida ora-orada o'qib turish kerak. Zaten inson o'zi unutguvchi. Eslagan narsasini doim qadriga yetadi.
ikkinchisi sobitlik, ya'ni bardavom bo'lish. Uchinchisi ustoz va shogird odoblariga rioya qilish kerak deb o'ylayman. Ilmda bardavom bo'lish uchun insonga to'g'ri niyat, ustoz hamda qat'iyat kerak deb hisoblayman. Nafaqat ilm olish uchun, umuman har qanday solih amal qilish uchun insonda avvalambor niyati to'g'ri bo'lishi lozim, xosatan ilm olishda ham xuddi shunday. So'ngra Alloh taolodan yaxshi ustoz so'rab duo qilishimiz, ustoz topilgandan keyin esa ustozning etagini mahkam tutib, doimiy o'qib o'rganishdan, mashq qilishdan to'xtamasligimiz kerak. Biz qo'limizdan kelgan barcha sabablarni qilaveramiz. Tavfiq albatta Alloh taolodandir. Ilm yo'lida bardavom bo'lishlik uchun birinchi navbatda erta turish va tahajjud namozini o'qishni odatga aylantirish kerak. Ikkinchisi, duo qilish va boshqalardan duo olish, ayniqsa ustozlardan va yosh kattalardan. Uchinchisi esa ko'p ovqatlanmaslik, chunki u uyquni chaqiradi. Ko'p uxlash esa dangasalikdir. 100 kitobga qo'shilgan va tugatgan vaqtdagi tarjima mahoratingiz o'rtasida farq bo'lganmi? Loyiha avvalida grammatik qoidalarni bilsamda, u qoidalarni amalda kam qo'llaganim, tajribam kam bo'lgani uchun i'rob qo'yishda va so'zlarni grammatik o'rinlarini topishda qiyinchilikka uchrardim. Hatto kichik jumlalarga soatlab vaqt sarflardim. Xuddi oldinga yurmayotgandek, o'sish bo'lmayotgandek sezardim o'zimni. Chunki i'rob qo'yish bir qiyin ish bo'lsa, unga to'g'ri ma'no berish undan-da qiyinroq ish edi. Lekin ustozimiz, yordamchi ustozlar, sheriklar yordamida bu bosqichga sabr qildim. Natijada endi soatlar qisqarib, sahifalar ko'paya boshladi. Har safar kunlik vazifamizning sahifalari oshganda, o'qish mahoratimda tajribam oshayotganini his qilardim. Dastavval har kuni 5 betdan boshlab o'qigan bo'lsak, loyiha oxirida kuniga 70-80 bet o'qiydigan holga keldik. Ha, albatta, kurs avvalida harakatlarsiz bemalol o'qib, dars jarayonida to'g'ridan-to'g'ri tarjima qila olmasdim. Kurs avvalida 10 bet sahifa vazifa qilib berilgan bo'lsa, 1 soatda atiga 2-2,5 sahifa tarjima qila olardim. Keyinchalik guruhdoshlarimizni tarjimalarini eshitib ko'rib, sheriklarim bilan har bir i'robni, har bir ma'noni tahlil qilib, ustozimizning ham sekinlik bilan vazifalarni ko'paytirishlari natijasida kurs oxirida 1 soatda 20-25 betni, kurs oxirida esa har darsda 100 sahifani tarjima qila oladigan holatga keldim. Men 100 kitobni boshlaganimda ma'noni siyg'adan tushunardim, ammo so'zma-so'z tarjima qilganimda ba'zan xato aytardim. Nihoyatda esa men ham siyg'adan ham so'zma-so'z xatosiz tarjima qilar holga keldim. Xulosamni lo'nda tushunarli aytadigan bo'ldim. O'qish tezligim oshdi, shu bilan birga ma'noni anglashim ham har qanday kitobning uslubiga tez moslashadigan bo'ldim. Loyiha davomidagi tarjima qilishda qiyinchilikka uchragan bo'lsangiz ham eng yoqtirib qolgan kitobingiz qaysi bo'lgan? Badiiy asarlarni o'qishni yaxshi ko'rganim sababli bir vaqtning o'zida ham voqealar rivojiga qiziqib eng yoqtirgan, ham badiiy tasvirlarni tarjima qilishda qiyinchilik tug'dirgan kitoblarim Ma'muzayn, Arus Farg'ona va Islamah kitoblari bo'lgan. Aslida 100 kitob loyihasi kitoblari bosqichma-bosqich tartiblangan. Mavsum avvalidagi tasavvuf va siyratga oid kitoblar ham tushunishda, ham tarjimada yengillik tug'dirgan. Mavsum o'rtalari va oxirlarida kitoblarning saviyasi ko'tarilgan. Tarjima qilish ham qiyinlashib borardi shunda. Shulardan eng qiyin bo'lgan kitoblardan biri Ahmad Xoniyning Ma'muzayn kitobi bo'ldi. Ustozimiz ham bu kitobni ta'sirli, qalbni junbushga keltiradigan kitob deganlar. Bizni bo'lsa, qalbimiz tugul, tilimiz ham junbushga kelgan. Eng yoqtirgan kitoblarimdan biri Shayx Abdul Fattoh Abu G'uddaning Ar-Rasulul Muallim kitoblari bo'lgan. Bu kitob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qanday yuksak muallimlik va murabbiylik sifatlariga ega bo'lganliklari va har bir shaxsni tarbiya qilishda turlicha o'ziga xos usullar bilan yondashganliklari haqida. Tarjima qilishga qiynalgan kitoblarimdan Arus Farg'ona kitobi bo'lgan. Bu kitob badiiy asar bo'lgani uchun umumiy ma'noni tushunsak ham jumlalarni tarjima qilishda qiynalganmiz. Eng yaxshi ko'rib o'qigan kitoblarimdan Mustafa Zahronni Rawai'a min hayati sahabiyat kitobi.
Bu kitob sahoba ayollarni ko'rsatgan qahramonliklari haqida bo'lib, kitobni o'qish davomida o'zimga fidoyilikda, shijoatda va irodada ulardan katta o'rnak oldim va tarjima qilishda qiyinchilik tug'dirgan kitoblardan Kayfa akunu saidan kitobi, bu kitob ingliz tilidan arab tiliga tarjima qilinganligi va ko'p zamonaviy lug'atlar ishlatilganligi uchun o'zbek tiliga tarjima qilishda qiyinchilik tug'dirdi. Loyiha davomida umumiy tanlangan kitoblar haqiqatda juda ham manfaatli kitoblar bo'ldi hammasi. Eng yoqqan kitob Ibn Ataulloh Sakandariyning At-Tanvir fi Isqoti Tadbir kitobi bo'ldi. Kitob tavakkul, qazo va qadar tushunchalarini bizga o'rgatgan va sababini qilib natijani Allohdan kutish kerakligini o'rgatadi va aynan mana shu kitob meni hayotga bo'lgan qarashimni ham o'zgartirdi. Eng tarjimada qiynalgan kitobimiz Mamuzayn asari bo'ldi. Asarda tasviriy ifoda vositalaridan keng foydalanilganligi uchun aynan mana shu joylarni tarjima qilishda biz ko'proq qiyinchilikka duch keldik, lekin badiiy asar o'qishni yoqtiradiganlar uchun bu asar juda ham foydali bo'ladi, miriqib o'qiladigan asar va meni o'zim xosatan mazza qilib o'qiganman shu asarni qiyinchiliklariga qaramasdan. O'qilgan kitoblar davomida yoqtirgan kitoblarim ko'p bo'ldi. Aslida olganda 100 kitobning hammasi ham inson tafakkurini oshiradigan, uni ilmiy boyligi va saviyasini ko'taradigan kitoblar. Lekin shu kitoblarda ichida menga eng yoqqan va menga eng ta'sir qilgani Al-Mushawwiq ila al-Qira'a va Talabil ilm kitobi bo'ldi. Bu kitobda muallif islom tarixidagi ulamolar hayotidan go'zal namunalar, ularni ilm talabida va uni tarqatishdagi ko'rsatgan oliy himmatlarga oid ajoyib voqealarni keltirgan. Mutolaa qilishlikda eng qiyinchilikka uchragan kitobim esa Abdul Jabbor ar-Rifaiyni Masarratul Qiro'a va Makhadul Kitaba kitobi bo'ldi. Kitobdagi ma'lumotlar adabiy va falsafiy tarzda yozilgani uchun ko'p qismlarini tushunishga qiynaldim. Ushbu loyiha davomida sizni kimlar qo'llab-quvvatlagan? Loyiha davomida meni eng ko'p qo'llab-quvvatlagan insonlar deb albatta ota-onamni ayta olaman. Chunki ular menga bu loyiha davomida keng sharoitlar qilib berishdi. Masalan, uy ishlari yoki shunga o'xshash boshqa mas'uliyatli vazifalarni menga yuklashmadi. Kurs davomida vaqtimni olmaslik uchun menga qo'ng'iroq qilishda ham bir ajoyib yo'l tutishar edi. Ovozli xabar yoki SMS tarzida xabar yuborishar edi. Darsda bo'lsa darsini bo'lib qo'ymaylik deya. Yoki qo'ng'iroq qilsa ham o'g'lim darsda emasmisiz degan savol bo'lar edi birinchi aytadigan gaplar. Ushbu safar maroqli bo'lishligi bilan birgalikda bir necha qiyinchiliklarga ham duch keldik. Ushbu yil asnosida bizni shijoatlantirib, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan ota-onamizga alohida tashakkur etamiz. Gohida vazifalarimiz ko'payib ketib, bu ishlarga ulgura olmay qoladigan paytlarimiz bo'lib qolardi. Shunday holatda oyim to'g'ri darsingni qilaver, o'zim qilaman deb butunlay uy ishlardan soqit qilgan vaqtlar bo'lardi. Yokida oilaviy dasturxon atrofida yig'ilib qolgan vaqtimiz darsim bor edi desam, uydagilar mayli, senga ruxsat deb holatimni to'g'ri baholashga intilishardi. Shu uchun ulardan juda ham minnatdorman. Salkam 1 yil davom etgan kurs mobaynida meni Allohning tavfiqidan so'ng ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. E'tirof etadiganim, avvalo ota-onam ishonch bildirib, chiroyli sabr qilishdi. Singlim hamisha uy ishlarida, boshqa xizmatlarda yelkamdagi yukni yengillatishga yordam berdi. Va albatta takrordagi sheriklarim. Agar ularning ilmda va hayotdagi qiyinchiliklarda qo'llab-quvvatlovi bo'lmaganida, men loyihani oxirigacha yetib kela olmagan bo'lardim. Guruhimizda hammaning o'z o'rni bor edi. Kimdir sahar to'rda uyg'otadigan xo'roz, kimdir 12-1 gacha o'zi ham uxlamaydigan, sheriklarini ham uxlatmaydigan boy o'g'li, kimdir hamma narsani nazorat qilib turadigan sher edi. Shunday qilib, o'ynab kulib birga tugatib oldik loyihani. Loyiha davomida meni qo'llab-quvvatlaganlar oilam, ota-onam, aka-ukalarim, shogirdlarim hamda farzandlarim. Biz guruhdoshlarimiz bilan dars qilsak, qizalog'im kelib, qulog'imga pichirlab, "Oyi, nechinchi kitobga keldinglar?" deb gapirib ketardi. Ayniqsa ular oxirgi 10 ta kitob qolganda har kuni necha sahifa o'qib tarjima qilganimizgacha so'rab, hayajonlanib kutib o'tirishardi. Shuningdek, guruhdoshlarimni ham o'rni juda ham katta bu loyihani muvaffaqiyatli yakunlaganimizda. Chunki inson davomiy tarzda 1 oy o'qishi mumkin, balki 40 kun, balki 2 oy, lekin 1 yil muttasil ravishda o'qish oson emas. Guruhdoshlarim bilan bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, charchagan paytimizda kayfiyatimizni ko'tarib, mana shu marraga yetib keldik, alhamdulillah.
Loyiha davomida avvalo ota-onam doimiy meni qo'llab-quvvatlashdi. Charchaganimda yoki kitoblar mutolaasidan zerikib qolgan vaqtlarimda meni doimiy ruhlantirib turgan insonlar ota-onam va yonimdagi yaqinlarim bo'lishdi. Xosatan singlim uy ishlarida menga yordam berardi. Va albatta ustozni qattiqqo'lliklari, tanbehlari kursni oxirigacha yetib kelishimda katta sabab bo'lgan. Bundan tashqari guruhdoshlarimni doimiy darsga telefon qilib chaqirib turishlari yoki dars qilaylik deb doimiy undab turishlari oxirigacha yetib kelishimga asosiy sabab bo'lgan. Ushbu mashaqqatli safaringiz davomida hech ortga chekinishni istadingizmi? Ha, chiqib ketish fikri ko'p bo'lgan, ayniqsa birinchi oyda. Ammo ustozimizning nasihatlari va davom ettirishga bo'lgan undashlari bu fikrimdan qaytarib turardi. Ora-orada yuztalikda, idodiyda o'qishlaringiz yaxshi ketyaptimi, qiynalmayapsizmi deb so'rab turishlari va har gaplari oxirida Alloh muvaffaq qilsin deyishlarini o'zi ham yaxshi o'qishga to'xtatib qo'ymaslikka undagan. O'zi umuman olganda ilm yo'lida mashaqqatlar bo'lishligi tabiiy holatdir. Agar tolibi ilm mana shu ikki jumlani o'z shiori qilib olsa, o'ylaymanki, bu holat ancha oson kechadi. Birinchisi, la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bandaga toqatidan ortig'ini yuklamaydi. Ikkinchisi, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Qiynalganingiz miqdoricha istaganingizga erishasiz. Yo'q, aslo. Nega deysizmi? Nega? Chunki kursni qabuli vaqtida men ham o'qiyman desam, ustoz fikrimni ma'qullab, "Domla, men sizni bilaman. Sizda boshqalarga o'xshab zehn zaki yoki kuchli xotira yo'q, lekin bardavomlik bor, sobitlik bor" deganlarga, vaholanki menda sobitlikning si harfi ham yo'q. Ustozni mana shu gaplari menga kursni oxirigacha kifoya qildi. Ha, rostini aytsam, ayrim paytlarda ortga chekinish fikri ham kelardi. Bunga ikkita narsa sabab bo'lgan. Birinchisi, ham ishlab, ham o'qiganim uchun charchoq, vaqt bosimi va uyqusizlik qiynar edi. Kechasi 2-3, ba'zida tonggacha dars qilishimizga to'g'ri kelardi. Ikkinchisi, loyiha avvalida mahoratli, kuchli talabalarni ko'rib, menda bunday salohiyat yo'q-ku, oxirigacha bora olmasam kerak deb o'ylardim. Lekin ota-onamni, ustozlarimni va yaqinlarimni yordami bilan davom etdim. Bildimki, kuchlilar ibtidoda emas, balki intihoda bilinar ekan. Albatta, bir necha bor kelgan, ayniqsa yozda bemalol dars qilib o'rganib qolgan vaqtlarimiz bo'lgan. Sentyabr boshlanib, darslarimiz boshlanganda birdaniga 3-4 ta kurslarim ham boshlangan va 100 kitob loyihasidagi kitoblar sahifalari soni ham ortgan va ana o'shanda ortga chekinish fikri kelgan. Lekin telefon qilib so'raganman uydagilardan, chiqib ketmoqchiman deganimda, dadam ruxsat bermaganlar. Mayli 2 soat kam uxla, lekin oxirigacha bor. Boshlagan ishingni oxirigacha yetkazmasang bo'lmaydi deb gapirganlaridan keyin bu fikr qaytib xayolimga kelmagan. Ha, bunaqa holatlar juda ham ko'p marotaba sodir bo'lgan. Dastavval o'zimizdan yuqori saviyadagi domlalarni ko'rib, ushbu loyihani oxirigacha eta olarkanmanmi, uddalay olarkanmanmi degan vasvasalar bo'lardi. Loyihani o'rtalariga kelib esa, atrofimizdagi ba'zi kishilar bu juda ham mashaqqatli ish, sira oxir ko'rinmayapti, undan ko'ra xayrli, samaraliroq ish bilan shug'ullansalaring bo'lmaydimi deb ko'p marotaba ta'kidlashgan. Bosqichining oxiri e'dodiy bosqichining tugash davriga to'g'ri kelib qoluvdi. Shu payt e'dodiydan ham vazifalarimiz ko'payib ketgan. O'zimga o'zim undan ko'ra ikkisidan birini halollasang bo'lmaydimi deb ko'p marotaba savollar berardi. Alloh muvaffaq etib ikkisini ham tugatishlikka nasib etdi. Shu payt bir jumla hech yodimdan ko'tarilmasdi. Gul uchun tikoni ham noiloj sug'uriladi. O'zi aslida kursga kirish mobaynida bu kursni inshaalloh oxirigacha yetaman deb azmu qaror bilan kirilgan. Ustozimiz ham aytar edilar, ilm yo'lida albatta mashaqqatlar bo'ladi. Bu kursimiz ham uzoq davom etadigan kurslardan. Orada qiyin joylari keladi, nafs orqaga tortib qoladi. Shundan o'tganlar o'tib ketadi der edilar. Mana shu gaplar kurs davomida meni miyamda aylanib yurdi. Va kurs boshida ustoz Habibulloh, siz olib ketsangiz bo'lar ekan oxirigacha degan gaplari ham bor edi. Shunday bo'lsa ham kurs oxirlagan paytlari sahifalar ko'paygan, vazifalar ko'payib ketganligida menda sal orqaga tortish bo'lib qoldi. Ustozni mana shu aytgan gaplarini esga olib, oldinga harakat qilishlikka harakat qildim. Lekin Alloh taolo o'zi nasib qilgan ekan, oxirigacha yetib keldik va bu narsada albatta sheriklarimning o'rni ham katta deb bilaman.
Kursimiz boshlangan paytda ustozimiz bizga 100 kitob loyihasiga ko'pchilik talabalar qo'shiladi. Lekin oxirigacha borish hammaga ham nasib qilmaydi. Kimdir yo'lning o'rtasida o'zini xohishi bilan, yana kimdir tashqi omillar sababli, yana kimdir bu yo'lning mashaqqatlariga chidolmasdan loyihadan chiqib ketib qoladi. Chunki 1 yil uzoq muddat, uzoq vaqt to'xtamasdan mehnat qilish esa qiyin ish deb aytgandilar. Bu holat menda bo'lmasa kerak deb o'ylagandim, lekin o'qishimiz 9-10 oylariga kelganda vazifalarni yetkazish qiyinlashib ketdi. Shu payt bo'ldi, bu yog'iga olib keta olmasam kerak deb to'xtatmoqchi bo'ldim. Lekin o'ylab ko'rib, oxiriga kelganda taslim bo'lish yarashmaydi deb loyihada yana davom etdim. Mana loyihani tugatib ham oldik. Loyiha davomida ega bo'lgan eng asosiy xulosalaringiz bilan bo'lishsangiz. Kitoblarni o'qish davomida nafaqat kitoblardan, balki o'qish jarayonini o'zidan ham ko'plab foydalar oldik, xulosalar chiqardik. Eng asosiy olgan xulosam ustozimizning bu dunyo mukofot dunyosi emas, har rizq sinovdir degan o'gitlari bo'ldi. Shundan buyon har qanday yaxshi yomon vaziyatda sinovdaligimni a'lo baho bilan o'tishim kerakligini o'zimga uqtirib kelaman. Xulosam Shayx Ashraf Ali Tahonoviyning shu gaplari bo'ldi. At-turuq kulluha mas'ulatun 'alal xalqi illa man iqtafa athara Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. İnsanlar uchun barcha yo'llar berkdir, faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlaridan yurganlargagina najot yo'li ochiqdir. Yetakchi shaxs qudva sifatida barcha ishlarda payg'ambarimizning siyratlariga yuzlanmog'imiz yetarli bo'lishiga amin bo'ldim. Xulosam, tortishmaslik, imkon qadar kam va foydali gapirishni o'rganish bo'ldi. Ulug'larimiz aytgandek, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. O'ziga tegishli bo'lmagan narsalarni tark qilishlik kishining islomini go'zalligidandir. To'liq mukammal qatnasha olmagan bo'lsam ham juda ko'p istifodalar oldim. Ustozga bag'oyat tashakkur aytaman. Meni guruhdan chiqarib yubormadilar. Bu loyiha orqali olgan eng katta foydalarim bir ishda bardavom bo'lishlikni o'rgandim va mutolaaam ochilib ketdi. Universitetda, madrasada va boshqa o'qiyotgan joylarimda samarasini ko'ryapman. Yer kitob loyihasi hayotimdagi burilish nuqtalaridan biri bo'ldi desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Sababi loyihadan hayotim uchun juda katta foydalarni oldim. Shunday xulosaviy foydalardan biri ustozning doimiy takrorlab aytadigan hadislari. Kullu muyassarun lima xuliqa lahu. Ya'ni inson nima uchun yaratilgan bo'lsa, o'sha narsaga yetadi. Bundan taxminan 1,5 yilcha muqaddam bahor paytlari o'rta bosqichda tahsil olayotgan vaqtimizda ikkinchi bosqich ingliz kitob loyihasining ishtirokchilarining yakuniy xulosaviy darslari chiqib qoldi. Shu paytda sheriklar bilan qaniydi kelasi yil mana shu vaqtda biz ham mana shu loyihada ishtirok etayotgan bo'lsak deb juda qattiq niyat qiluvdik. Alloh muvaffaq etib, mana hozir guvohi bo'lib turganingizdek ushbu loyihani nihoyaladik. Xulosa shuki, inson nimaiki qattiq niyat qilsa, sababiyatini keltirsa, Alloh unga o'sha narsani muvaffaq qiladi. Muvaffaq qilmasa, o'sha muvaffaq qilmasligi u uchun xayrli bo'ladi. 100 kitob o'qish davomida Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sahobalar va ko'plab ulamolarning siyratlari, hayotlari bilan tanishib, mana shu ilmlar bizgacha yetib kelishidi. Ular chekkan mashaqqatlar, jonlari va mollari ila qilgan fidoyiliklari, bu yo'ldagi qiyinchiliklarga qilgan sabrlari va hatto ayol sahobalarni ham qo'shgan katta hissalarini guvohi bo'ldik. Va ularni bu siyratlarini o'qib, o'zimda shuni xulosa qildimki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga meros qilib qoldirgan mana shu ilmlarni saqlashimiz va o'zimizdan keyingilarga yetkazishimiz. Bu bizni tanlovimiz, ixtiyorimiz yoki shunchaki xohishimiz emas, balki bo'ynimizdagi katta bir mas'uliyat ekanini yana ham his qildim. Avvallari menda qo'rquv, cho'chish, xavotirlar bo'lardi. Eplay olamanmi yoki ortga qaytaversammikin degan vahimlar bo'lardi. Bu mas'uliyatni o'zimda his qilganimdan so'ng mana shu qo'rquvlar va cho'chishlar ham aridi. Bu loyiha ko'p narsalarni anglashimda va ko'plab xulosalar olishimga sabab bo'ldi. Sabr, intizom, mas'uliyat ko'nikmalarini o'zimda shakllantirdim. Eng olgan katta xulosam, o'zim o'ylaganimdan ham ko'proq imkoniyatga ega ekanligimni angladim. Va bu loyiha yangi do'stlar, emotsiyalar, taassurotlar berdi. Qadrun ni'mati yu'rafu ba'da zawal, ya'ni ne'matni qadri u ketgandan keyin bilinadi degandek, hozirdan dars jarayonimizni qadri bilina boshladi. Loyiha davomida turli mavzulardagi asarlar o'qildi. Bularning orasida shaxsiy rivojlanishga undaydigan tarixiy,
badiiy hamda psixologik asarlar ham ko'p edi. Ushbu asarlar va ustozimizning doimiy tavsiya va nasihatlaridan kelib chiqib, ko'plab xulosalarga ega bo'ldim. Shulardan biri, har bir inson hayotda o'zining ilmidan, tarbiyasidan, dunyoqarashidan kelib chiqib, to'g'ri yashashga harakat qiladi. Ammo xatolar bo'lish tabiiy. Xato qilsak o'zimizni isloh qilib, tanqidlarni o'rinlisini to'g'ri qabul qilib, noo'rinlaridan qattiq ta'sirlanib, siqilib qolmaslik lozim. Va asosiysi, boshqalarni ko'p ham tanqid qilavermaslik va hech kim bilan tortishmaslik kerak ekanligini tushundim. 100 kitob loyihasi har tomondan men uchun alhamdulillah manfaatli bo'ldi. Nafaqat ilm oldik, balki hayotga bo'lgan qarashlarimizni ham o'zgartira oldik. Har kuni o'qiganlarimizni eslab, borgan sari buni his qilib boryapman va barchasi uchun ustozimizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Vazifalarni bajarishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Qiyinchiliklar bo'lgan. Ertalab o'qishga ketganimiz sababidan 100 kitob vazifalari, mutolaalarni asosan kechda, shom vaqtidan keyin bajarardik. Gohida vazifalar ko'payib ketsa, kech soat 1-1:30gacha qolib ketgan paytlarimiz bo'lardi. Yokida kitobning saviyasi yuqorilab ketadigan bo'lsa, lug'aviy hamda i'rob jihatidan qiynalgan holatimiz bo'lgan, tushkunlikka tushib qolgan, yig'lagan paytlarimiz bo'lgan, yokida ba'zan oilaviy safarga chiqishga to'g'ri kelib qolsa, hamma aylanishga chiqib ketardi. Vazifamiz ko'pligi sababidan o'tirib mehmonxonada dars qilgan paytlarimiz bo'lardi. Sessiya paytiga to'g'ri kelib qolgan paytlar bo'lardi. O'sha payt juda qattiq siqilib, tushkunlikka tushib qolardik. O'sha vaqtda ustozlarimizni qiynalyapsizmi, demak, yuqorilab ketyapsiz degan gaplari taskin bo'lardi. Loyihani boshlaganimizdan keyin kitoblardan olinayotgan yangi ma'lumotlar, mutolaa qilish uslublari va vazifalarning miqdori ham sekin-asta ko'payishni boshladi. Kitoblarning mavzulari turli xil bo'lish bilan birga hajmi ham kattalashib borardi. Shu payt o'qilayotgan kitoblardan xulosa olish, ma'lumotlarni miyada jamlash qiyinlashib ketdi. Shu muammolarni ustozga aytganimizda ustozimiz: "Domlalar, dam olib o'qinglar. 1 soat mutolaa qilib, 10-15 daqiqa dam olib, yana davom ettiringlar. Bitta kitobda qiyinchilikka uchrasanglar, kitobning mavzusini almashtirib, boshqa kitobni o'qishni boshlanglar va keyingisini yana davom ettiringlar" deb maslahat bergandilar. Shu maslahatlar bilan bu qiyinchiliklar ham ancha yengillashgan. Asroriddin ustozning kurs davomida bergan qaysi maslahatlari yodingizda qolgan? Xo'p, qaysi birini aytsam bo'lar ekan? To'g'risi tanlash qiyin. Birinchisi, domlalar, bilish uchun emas, balki ustida ishlov berish uchun o'qiymiz. Ya'ni mashqni ko'paytirish ma'nosida. Ikkinchisi, bekorchi tanqiddan qochish. Chunki kim tanqid qiladi? Odatda to'xtab qolgan odam tanqid qiladi. Hasad qilib, boshqalarga tanqid qiladi. Uchinchisi, Alloh taolo ilm olishda kimlarga katta fursatlarni beradi desa, kichik fursatlardan foydalangan kishiga albatta katta fursat berar ekan. Ustozning kurs davomida bergan maslahatlaridan Al-Hijratu fi talabil ilm kitobiga xulosa sifatida bergan ushbu gaplari bo'lgan. Musulmonlarga, jamiyatga, islomga va barcha ummatga xizmat qiladigan har qanaqa soha agar niyat to'g'ri bo'lsa, jihod hisoblanadi. Xoh u novvoylik bo'lsin, xoh duradgorlik. Ustozdan o'rganganimizga ko'ra 3 odatni o'zida jamlash kerak ekan. Birinchisi, doimo himmatni ko'taruvchi narsalarni o'qish. Ikkinchisi, ilmni foydalarini eslab yurish. Uchinchisi, bizdan oldingi ulamolarning siyratlarini o'qish. Ustozimizning eng yodimda qolgan va eng ta'sir qilgan maslahatlari At-Tanvir fi Isqot at-Tadbir kitoblariga qilib bergan xulosalari bo'lgan. U kitobda shunday deb aytgandilar: agarda biz biror yo'lga chiqadigan bo'lsak, yo'lni taksichiga topshirib qo'yamiz. Yo'l bo'yi u yerdan yurish kerak edi, bu yo'ldan yurish kerak edi deb aql o'rgatib ketmaymiz. O'zingiz bilasiz deb qo'yamiz. Endi nega Robbimizga hayotimizni topshirib qo'ya olmaymiz? Doimo xavotirdamiz. Taksichi amakiga ishonganchalik ishona olmaymizmi hatto? Agarda bandaga taqdirini qayta yozish imkoniyati berilganida edi, undagi hikmatlarni ko'rib, Robbisi yozgan taqdirni qaytadan tanlagan bo'lar edi deb aytgandilar. Ustozimiz aytardilarki, dunyoda hech qachon tasodiflar bo'lmaydi. Hamma narsaga mehnat bilan erishiladi. Alloh taolo tavfiqni harakat qilganga beradi. Shuni yodda tutib, himmatingiz pasayganda doim o'zingizga eslatib yuring, derdilar ustozimiz.
Yana bir nasihatlari hech ham esimdan ketmaydi. Futbolchi ham bitta koptogini 1000 martalab tepadi, erinmaydi. Nega siz o'z sohangizni qayta mashq qilishga erinasiz deb aytgandilar. Ustoz o'zi kurs davomida ko'plab nasihatlar qilar edilar. Shulardan bittasini aytadigan bo'lsam, dunyoda omad yo'q. Qoida bo'yicha kim qanaqa maqomga chiqqan bo'lsa, undan ortiq ish qilmagan, azimatiga yarasha bo'lgan. Mana shu gaplari esda qolgan va ta'sir qilganlardan bo'lgan. Ustozimiz ko'p nasihat qilardilar va ulardan biri ilmda har kimni o'zini katta yoki kichik bir chelagi, ya'ni idishi miqdori bo'ladi. Hamma o'z chelagi to'lgungacha o'qiydi va shu bilan kifoyalanadi. Hammalaring ilmda o'z chelagilarini miqdorini aniqlab olinglar va ana o'shanga qattiq harakat qilinglar derdilar. Ustozni nasihatlari, maslahatlari ko'p bo'lgan. Shulardan meni eng ko'p ta'sirlantirganlari al-faroidu tuhabbibu wan-nawafilu tuqarribu afdalun nawafili talabul ilmi. Farz ibodatlar yaxshi ko'rdiradi, nafl ibodatlar esa yaqinlashtiradi. Nafl ibodatlarning eng afzali ilm olishdir. Va yana bir nasihatlari ilmga bahona qilmang, ilmni bahona qiling. Ana shunda natijaga erishasiz. Bu kursni bitirganingizdan so'ng o'zingizni qanday his qildingiz? Bir ishni boshlab to oxirigacha bora olish bu boshqacha his. Bilasizmi, dunyoda inson o'zidan qoniqishi yoki o'z nafsidan rozi bo'lishidan-da lazzatliroq his bo'lmasa kerak. Men mana shuni his qildim. Kurs bitgach, Alloh taoloning tavfiqisiz na bir ish va na bir ilmga erishib bo'lmasligini yanada chuqur his qildim. Hamda sababni keltirishga qarab, natija kelishini juda ko'p tasdiqini ko'rdim. Albatta bari tavfiq bilan birga. Bilamizki, 100 kitob loyihasini birinchi mavsumida ham, ikkinchi mavsumida ham ustoz o'laroq o'zingizni shaxsiy bir xulosalaringiz bo'lgan va 3-mavsumda qanday xulosaga keldingiz ustoz? Ha, to'g'ri. Har yili bittadan xulosa oladigan bo'ldim. Qaysidir yillari tanqid qilmaslik xulosasiga keldim. Salbiy fikr, salbiy qarashlarni yig'ishtirish xulosasiga keldim. Bu safargisida 4 ta narsani kamaytirish. O'shalardan bittasi arablarda o'zi mimatul arba'a deb qo'yadi. Qillatul kalami, gapni kamaytirish, behuda gaplarni kamaytirish. Qillatul manami, uyquni kamaytirish. Qillatut ta'ami, ovqatni kamaytirish. Qillatul muxalatati ma'al anami, behuda insonlar bilan muomalani kamaytirish. Ya'ni behuda gap so'zlar, behuda ovqat, behuda yeyish. Mana shu 4 ta narsani kamaytirish. Mana shu bu yilgi xulosam bo'ldi. Ustoz, arab tiliga kirib kelayotgan talabalar, ya'ni boshlang'ich talabalar boshida nimadan boshlashlikni bilishmaydi. Siz o'zingiz mana shunaqa boshlang'ich talabalarga, arab tilini endi boshlayotgan talabalarga qaysi amallarni muhim deb hisoblaysiz aynan o'qish jarayonida? Boshlang'ichda men har doim o'zimga ham xulosam shu, har fanda boshlang'ichda beton deb bilaman. Men uy qurishlarga qaraymanda, beton qurishadi. Boshlang'ichda siz beton qurasiz, ha bo'laveradi deysiz. Yo'q, siz necha etaj qurishiga qarab betonni qurgan betoningizni zaif yoki yaraydi, yaramaydi deb aytib beraman. Agar 1 etaj qurmoqchi bo'lsangiz, ha bo'ladi deysiz. 2 etaj bo'lsa sinab ko'raylik deysiz. 10 etaj, 100 etaj qurmoqchiman ustiga deysiz, unda yerni chuqurroq kavla, armaturani puxtaroq qilgan, shoshilma, fundament puxtaroq qo'ygan deyiladi. Ya'ni ilmda ham yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lgan talabalarga, bo'lib ham yoshlar bo'ladigan bo'lsa, ular fundamentni o'sha mustahkam professional darajadagi ustozlardan olsin. Keyingi bosqichlar ularda xotirjam ketadi. Va suhbatimizni oxirgi savoli ustoz, mana shu 100 kitob loyihasini 3-mavsum bitiruvchilariga ustoz o'laroq fikrlaringiz yoki tilaklaringizni bildirsangiz. Ustoz o'laroq demayman-ku, lekin do'stona birodarlik ma'nosida aytishim mumkin. Hayotda o'rningizni toping. Muhim odam bo'ling. Qaysi ishni qilsangiz ham puxta qiling. Ko'p ish emas. Bitta ish, 2 ta ish bo'lsin, lekin o'ta puxta bo'lsin, professional darajasida bo'lsin. Jamiyatda bir foydali inson bo'ling. Atrofingizga aqlli insonlarni yig'ing. Yig'a olmasangiz, ularga o'zingiz qo'shiling. Buni ham qila olmasangiz, vaqtincha
uzoqlashib turganingiz yaxshi. Ya'ni hayotida bir o'rni bor, hayotni yaxshi tushunadigan, aqlli, foydali insonlar bilan yaqinlashish katta foyda beradi o'ziga. Uni ham, buni ham qilolmasa, eng yaqin do'sti shu kitob bo'ladi. Tushunarli ustoz. Bugungi tashrifingiz va suhbat uchun tashakkurlar izhor qilamiz. Inshaalloh keyingi mavsumlarda Alloh taolodan tavfiq va talabalarimiz ishtirok etuvchi yangi talabalarimizga azmu shijoat so'rab qolamiz. Sizga ham katta rahmat bugungi suhbat uchun. Xursand bo'ldik ustoz. Rahmat, sog' bo'linglar.